Demak, yangi bo'lim mavzumiz nomi ekan sintaksis. Sintaksis so'zi yunochadan olingan bo'lib, yopishtirish, jipslashtirish, birlashtirish degan ma'noni bildiradi. Endi sintaksis bo'limida biz o'rganamiz, qarang. Grammatik bog'lanishlar degan narsani o'rganamiz. Grammatik nimalar? Bog'lanishlar. Endi ishamiz qarang. Grammatik bog'lanishlar bu ikkita so'zning bir-biriga ma'no jihatdan bog'lanishi bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Ya'ni ikkita so'z bir-biriga ma'nosi birikhishi kerak. Agar shu kungacha qarang biz turkumlar o'rgandikki, bitta so'zni turkumini va ma'nosini. Endi ikkita so'zni bir-biriga bog'langan holda o'rganamiz. Ya'ni bu grammatik bog'lanish deyiladi. Endi grammatik bog'lanishlar o'zbek tilida ikki xil shaklda bo'ladi. Birinchisi qarang, o'sha ikkita so'z bir-biriga teng bog'lanishi mumkin. O'sha ikkita so'z bir-biriga tobe shaklda bog'lanishi mumkin. Teng hamda tobe. Endi agar ikkita so'z bir-biriga teng bog'lanadigan bo'lsa, mana bu qolipda bo'lishi kerak. Qanday qolip? Ikkita to'rtburchak qolipda. Tushunarlimi? Endi bularga asosan gapingizdagi nimalar kiradi? Uyushuk bo'laklar kiradi. Tushundingizmi? Demak, gapdagi uyushuk bo'laklarimiz bular teng bog'lanish deyilar ekan. Misol uchun yozamiz, qarang. Bog'imizda olma va anor pishmoqda deydigan bo'lsangiz, bu yerdagi uyushuk bo'lagimiz olma, anor so'zlar bo'libdi. Ikkalasi birgalikda nima hosil qilgan? Uyushuk bo'lak bo'lib, qanday bog'lanish? Teng bog'lanish. Tushundingizmi? Bo'ldi. Gapdagi uyushuk bo'laklar teng bog'lanish deyilar ekan. Endi tobe bog'lanish nima? Tobe bog'lanish, qarang, teng bog'lanish ikkita bir-biriga bo'ysunmaydigan teng so'zni tobe bog'lanishda bittasi tobe, bittasi hokim bo'ladi. Mana bunday qolib qarang. Bu ikkita to'rtburchak bo'ldi. Bunda yumaloq to'rtburchak bo'ladi. Ya'ni birinchisi tobe bo'lib, ikkinchisiga tobelanadi. Tushunarlimi? Ya'ni yumaloq tobe, to'rtburchak hokim, birinchisi ikkinchisiga tobelanib boradi. Endi tobe bog'lanishlarimiz ikki xil shaklda bo'ladi. Birinchisi so'z birikma, ikkinchisi esa gap deyiladi. Tushundingizmi? Tobe bog'lanishlar ikki xil shaklda, so'z birikmasi va gap shaklida bo'ladi. So'z birikmasining qolipi yumaloq to'rtburchak, gapning ham qolipi yumaloq to'rtburchak bo'lar ekan. Endi bizga gap deydigan bo'lsa, biz matndagi ega bilan kesimni olishimiz kerak bo'ladi. Kesim va ega bu gapni hosil qiladi. Ega yumaloq bo'lib, kesim nima bo'ladi? To'rtburchak. Ega doimo kesimga tobelanadi. Tushundingizmi? Endi qoidalar, demak, matn beradi. Matndagi teng bog'lanishlarni olib uyushib bo'laklarga olasiz. Gap deysiz, ega bilan kesim olasiz. Qolgan birikmalar nima bo'ladi? So'z birikma. Misol uchun chiroyli gul deydi. Chiroyli gul. Bu yerdagi o'zak so'z qaysi? Chiroyli gulni ko'z oldingizga nima kerakdi? Gulmi? Demak, gul hokim qism. Endi o'sha gul so'zini chiroyli so'zi yana ham to'ldirib kerakdi. Mana bu tobe qism bo'lar ekan. Tushundingizmi? Mana shu sintaksis bo'limining qolipdi. Hamma tushunarlimi? Tushunarlimi? Tushunmadingizmi? Qarang. Buni hozir sizga misol bilan tushuntiraman, qarang. Kelgusi tezlik tushadigan shaklni qilib beraman, qarang. Kelgusi avlodning zakovati va shijoatiga ishonmagan jamiyatning ichi mo'rt bo'ladi. Eshitamiz, qarang. Bizga qarang, mana misol beriladi. 11-chi, 10-chi, 11-chi yoki 38 va 39-chi sonlarimizda mana shunday shaklda beriladi. Grammatik bog'lanishlar miqdorini topdik va 40-chi sonlar ham xuddi mana shu mavzu bo'yicha tushadi. Qarang, 40-chi, 10-chi, 11-chi sonlar. Tushunarlimi? E'tiborberamiz. Mana bunday matn beradi. Matnda grammatik bog'lanishlarni top deydi. Siz teng bog'lanishni, gapni, so'z birikmani topishingiz kerak bo'ladi. Eng birinchi qiladigan ishdan boshlaymiz. Qarang. Eng birinchi o'rinda biz matndagi nimani topib olamiz? Gap nima ekan? Kesim doim gap oxirida keladi. Mo'rt bo'ladi kesim. Tushundingizmi? Kesimga qarab egani topamiz. Qarang. Kelgusi avlodning zakovat va shijoatiga ishonmagan jamiyatning ichi mo'rt bo'ladi. Mo'rt bo'ladi. Nima mo'rt bo'ladi? Ichi ega. Tushundingizmi? Bo'ldi. Biz ega va kesimni topdik. Ega yumaloq bo'lib, kesimga tobelanarmikan? Mana bu ikkalasini ham hosil qildi. Gap hosil. Tushundingizmi? Bu yerdan yozamiz. Demak, birinchi birikmamiz, ya'ni bog'lanishimiz gap bo'ldi, ega bilan kesim. Qaysi birikma ekan u? Ichi mo'rt bo'ladi degan so'z bo'ladi. Ichi mo'rt bo'ladi. Tamom bo'ldi. Tushundingizmi? Bu nima ekan bu? Gap. Bo'ldi. Endi ikkinchi qiladigan topadigan narsamiz so'z birikmasi bo'ladi. Biz ikkinchi bo'lib so'z birikmasini topamiz. So'z birikmasi qanday topiladi? E'tibor bering, qarang. So'z birikmasini sizga topishni tushuntiraman. Ega bilan kesim top bo'lganingizdan keyin matnning oxiridan boshlaysiz. Bitta so'zni olib, o'zining yonidagisiga tobelantirasiz. Buni qildingizmi? Uni olib yonidagiga qilasiz. Olib yonidagi, tushunarlimi? Ikkita so'z bo'lish kerak. Bir tobe, bir hokim bo'lish kerak bo'ladi.
Chunki qarang, so'z yuritmasdan ishda bitta tobe, bitta hokimmi? Mana shunday shaklda bo'lishi kerak. Endi boshlaymiz qarang. Ega va kesimni olganimizdan so'ng, undan tashqari oxirgi so'z qaysi? Jamiyatning. Biz jamiyatning ichi deymiz mana. Qarang, jamiyatning so'zini olib, o'zining keyingi to'plantirdik. Jamiyatning ichi degan birikma hosil bo'lib keldi. Shuning birinchi so'z birikmamizni men yozib olamiz. Birinchi so'z birikma jamiyatning ichi degan birikma bo'ladi. Tushundingizmi? Mana birinchisi ketdi. Endi ikkinchisi yozamiz. Jamiyatning so'zi ketdimi? Undan oldingi so'z qaysi? Ishonmagan nima? Jamiyatning. Tushundingizmi? Ikkinchi birikmamiz ishonmagan jamiyatning so'zi bo'ladi. Ishonmagan jamiyatning. Ketdimi? Xo'p, uchinchisi o'tamiz. Ishonmagandan oldingi so'z qaysi? Shijoatiga ishonmagan. Tushundingizmi? Yonda es qilasiz. Demak, shijoatiga ishonmagan. Keyin o'tamiz. Endi yordamchilar olinmaydi, bog'lovchilar. Tushundingizmi? Bog'lovchi, ko'makchi yuklamlar borki, o'shandagi bog'lovchi bilan yuklam umuman olinmaydi. Tashib ketiladi. Zakovatiga nima qilmagan? Ishonmagan. E'tibor beramiz qarang. Mana bu yerda zakovati va shijoatiga uyushib qo'yib bormi? Zakovati va shijoati, to'g'rimi? Ikkalasi ham bitta so'zga boradi. E'tibor bering. Qarang. Mana bu uyushib qo'yib ham, mana bu uyushib qo'yib ham ikkalasi bitta so'zga borib topiladi. Agar shu yana bitta bo'lganda qarang. Kelgusi avlodning yuksalishi, zakovati va shijoatiga ishonmagan bo'lganda Madina shijoatiga ishonmagan, zakovatiga ishonmagan, yuksalishiga ishonmagan dedik. Tushundingizmi? Uyushib qo'yibning hammasi bitta so'zga borib topiladi. Hozirgi qaysi so'z bo'ldi bu? Demak, 4-so'z birikmamiz zakovatiga ishonmagan bo'ladi. Zakovatiga ishonmagan. Tushundingizmi? Davom etamiz. Keyingi so'z. Undan oldingi so'z qaysi? Avlodning zakovatiga, avlodning nimasiga? Mana, demak keyin bitta so'z uyushib bo'ladigan har biriga alohida boradi. Tushundingizmi? Faqat uyushib bo'lib bo'lgan joyda shunaqa bo'ladi. E'tibor bering. Demak, o'zi aslida oddiy so'zlar, mana bitta so'z, uyushmagan oddiy so'z bir marta boradi, bo'ldi. Keyingi o'tiladi. Ishonmagan jamiyatmi? Bo'ldi, keyingi o'tiladi. Tushundingizmi? Lekin uyushib bo'lgan joyda uyushib bo'lgan ikkalasi ham bir so'zga boradi va bir so'zni alohida har biri oladi. Tushundingizmi? Bunga oldimi? Endi bunisi ham oladi shu so'z. Agar mana bu yerda yuksalishi dedikmi boya, kelgusi avlodning yuksalishi zakovati va shijoati bo'lsa, avlodning yuksalishi, avlodning zakovati, avlodning shijoati deymiz. Tushundingizmi? Demak, uyushib bo'lgan bari bir so'zga borgani kabi, bir so'zni har biri alohida oladi. Tushunarlimi? Yoza olamiz men. Demak, avlodning nimasi ekan? 5-6-so'z birikma avlodning yozamiz zakovati deymiz. Avlodning zakovati va keyingisi avlodning shijoati deysiz. Shijoati. Xo'p, undan oldingi so'z qaysi? Kelgusi avlod. Bo'ldi, oxirgisi mana shu. Undan oldin yo'q-ku, kelgusi avlod. Demak, 7-so'z birikma kelgusi avlod so'zi bo'ladi. Kelgusi avlod. Tushundingizmi? Tamom. Endi va biz oxir, demak, gapni topdikmi? Nimani topib qo'yamiz gap desa? Egarning kismolasi bu. So'z birikma desa, gapning oxiridan boshlab to'g'rilantirib bitirasiz. Va oxirida biz mana buni topib qo'yamiz. Nimani? Teng bog'lanishlarni topamiz agar bo'lsa. Mana bu gapimizda bormi? Bor. Qaysi so'z? Zakovati va shijoati degan so'z teng bog'lanish. Bitta qilib alohida zakovati va shijoatiga deb qo'yamiz. Tamom. Bu nechta chiqargan jami hisobda bog'lanishlar? Demak, qarang. Bitta gap bor, 7 ta so'z birikmasi bor, 8 ta bo'ldi va bitta teng bog'lanishlar bilan jami hisobda nechta ekan? 9 ta grammatik bog'lanish bor ekan. Mana shunday shaklda topasiz. Tushundingizmi? Demak, sintaksis bo'limida biz o'rganamiz grammatik bog'lanishlarni. Bog'lanishlar ikki xil shaklda bo'ladi. Teng shaklda va tobe shaklda. Teng bog'lanish gapdagi nimalar? Tobe bog'lanish esa bir so'zning boshqa so'zga tobelanish. Ular ikki xil shaklda. So'z birikma va gap shaklida bo'lar ekan. Gap nima ekan? Ega bilasiz. So'z birikmasi bir so'zning boshqasiga tobelanishi. Tamom, mana shu holda bo'lar ekan. Hammaga tushunarlimi mavzu? Quyidagi gapni so'z birikmaga bo'lib chiqamiz. Qaraymiz. E'tirof etildi kesin, qo'llab-quvvatlash e'tirof etildi ega kelsin. Ega faqat kesimga boradi. Bo'ldi, tamom.
e'tibor berish, e'tirof berildi, ega faqat ismi bo'ladi bo'ldi. Tushundingizmi? Endi qolganlarni birga qilamiz. Qarang, sifatida bu nima? Ko'makchi, tushundingizmi? Ko'makchi o'z o'rnidan bitta bo'ladi. Masalan, sifatida nima qildi? E'tirof etildi, birinchi so'zlik bilan. Eshitib bor. Keyingi qanday masala? Dolzarb masalasi bormi? Hop, endi qarang. Kunning nimasi? Kunning masalasi deysiz, tushundingizmi? Hop, qaysi kun? Bugungi kun. Tamom. Eganing ismi o'rasiz, ketdik buni. Har jihatdan nima qilish? Qo'llab-quvvatlash. Ularni nima qilish? Qo'llab-quvvatlash. Bormi? Ketdi. E'tibor berish, ega faqat ismi o'rab dedik. E'tibor berish, e'tirof etildi. Kimga e'tibor berish? Yoshlarimizga e'tibor berish. Qanday yoshlar? Hissa qo'shayotgan yoshlarimizga. Nimaga hissa qo'shyapti? Ravnaqiga hissa qo'shyapti. Nimaning ravnaqiga? Yurt ravnaqiga. Bormi? Ketdi. Keyingi. Endi bilan nima? Ko'makchi. Mehnati bilan nima qilyapti? Hissa qo'shayotgan. Tushundingizmi? Qaysi mehnat? O'z mehnati. Yosh qarang, endi qarang. Mamlakatimizning turli viloyatlarida yashayotgan, o'z mehnati bilan yurt ravnaqiga hissa qo'shayotgan yoshlar. Hissa qo'shayotgan yoshlar, yashayotgan yoshlar. Tushundingizmi? Viloyatlarda yashayotgan qaysi viloyat? Mamlakatimizning viloyatlarida. Tushundingizmi? Mana shuni ajratish kerak bo'lar ekan.